domla tarafkashlik bo'lyapti deyapti. Domlada bo'lmayaptimi tarafkashlik? Domla aniq tiniq aytayapti, tarafkash bo'lyapti-yu. Endi meni aynan mana shu Siroj medialar ichki ishlarni tarafini olib, o'shalarni zakazi bilan keldi, ularni buyurtmasini qilyapti deb fon yaratishdi o'zlaricha. Vaholanki men nima dedim? Agar maktab direktorini urib, majburlab yechintirib videoga olishgan bo'lsa, 4 yil kam bu dedim. 4 yil bermaslik kerak. 135-modda bilan aybdor deb topilib ular 5 yildan 10 yilgacha. Men 10 yil tarafdoriman. 10 yil tarafdoriman. Aytdim men buni. Men ichki ishlarni tarafini olish yo'lidan yurganim yo'q. Bu masalani to'xtatinglar deyish tarafidan yurdim. Shallaqiliq qilib og'ziga kelgan gapni gapirishgandan keyin aytdim, to'xtanglar bu yerda. Video chiqib ketgandan keyin ko'rdikki, boshqa narsa bor u yerda. Bu mavzuda bizga go'yoki qarshi argument ko'rsatayotganlar, sen deyapti ichki ishlarning tarafini olyapsan. Qani bu yerda ichki ishlarning tarafini olgan? Haqiqatni tarafini olyapman. Va alhamdulillahi robbil alamin, o'sha chiqishlarimizdan keyin xalqimiz 80-90% ko'zi ochildi. To'ppa-to'g'ri dedi. Bu yerda ish boshqa deyishdi. Endi ko'ramiz oxirigacha. Do'stlar, agar sud nihoyasida 9 ta xodimga va 2 ta qamalgan xodimga 135 midi, 235 midi o'sha qiynab yechintirib videoga olib qo'yganlikka munosib statya bilan qamalmasa, ular tuhmatchi bo'ladi. Ular 141 bilan, boshqa moddalar bilan qamalsa yoki jinoiy javobgarlikka tortilsa, bu joyda manuvlarni qilgan ishi axloqan to'g'ri bo'lmaydi. Qonunda sanlarning ishing nima degan gap bo'ladi.